Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz bugun Xudo xolasa mana video syomkalarimiz rasmiy litsenziyaga ega bo'lgan Centrum Holidays ofisidan boshladik. Assalomu alaykum Qahramon aka, yaxshimisiz? Xudo xolasa sizda bir yangiliklar olaylik deb hurmatli obunachilarimiz uchun kelgandik. Aka, qanday yangiliklar, qanday chegirmalar bor, shu haqida bir ma'lumotlar berib o'tsangiz hurmatli obunachilar. Bu videolarimiz Xudo xolasa sizlar uchun tayinlanyapti. Qo'ldan kelgancha like bosib, kommentariy yozib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishlarini so'raymiz. Qahramon aka, assalomu alaykum. 14 kunlik umra safari va 1 oylik paketlarimiz bor. Bemalol ro'za-yu Ramazonga 1-chi, 2-chi, 3-chi 10 kunliklarini videoda oxirigacha ko'ringlar. Batafsil ma'lumotlarni qo'limizdan kelgancha berib o'tamiz. Xudo xolasa 14 kun davomida 3 kun Madina-yu Munavvarada, 11 kun Makkada bo'linadi. Madinada esa 2 mahal ovqat, o'zbek milliy taomlari, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. O'zimizning o'zbek akalarimiz tayyorlagan taomlar bo'ladi. Gastnitsa oraliqlarimiz Madinada 150 metr atrofida bo'ladi. Makkada 1,5-2 kilometr oralig'ida piyoda boruvchilar uchun 10-15 daqiqalik masofa bo'ladi. Haramgacha yurishga qiynaladigan hojona, hojotalar uchun avtobuslarimiz bepul tarzda xizmatda bo'ladi. 5 mahal ibodatga, undan tashqari kechasi 1-2 da chiqsa ham bemalol bitta odam uchun ham ish faoliyatini olib boradi. Undan tashqari 50 boshlarimiz tomonidan tajribali 50 boshlar sayohatlarga olib chiqadi. Qizil dengiz, Xurmo bog'i, Uhud tog'i, Hiro g'ori, Qur'on bosmaxonasi 50 boshlarimiz tomonidan sayohat ibodatlariga 14 kun davomida bir 10 dan oshiq ziyoratlarga olib yuriladi, xudo xolasa. Xo'p, Qahramon aka, bundan tashqari yana obunachilarni qiziqtirgan savollardan bittasi, bu Ramazon oyi kelyapti, xudo xolasa. Ramazon oyiga qanaqa paketlar bor? Shular haqida ham bir ma'lumotlar bersangiz. Xo'p, Ramazonga 31-yanvargacha chegirma asosida narxlarimiz fevral oyining 1-chi, 2-chi 10 kunliklari, ro'za-yu Ramazonniki 3-chi 10 kunliklari bor. Bemalol telefon qilsin. Batafsil ma'lumotlarni Telegram va WhatsApp nomerlarimiz ishlab turibdi. Musofirda kuzatib turganlar uchun ham bemalol berilaveradi. Xudo xolasa 14 kunlik safarimiz 31-yanvargacha $950 chegirma asosida. Keyin ro'za-yu Ramazon 1-chi, 2-chi 10 kunliklarimiz $1100 dan, 3-chi 10 kunligimiz $1400 dan qilib belgiladik. Xo'p, Qahramon aka, mana narxlarni tanishtirib o'tdingiz. Xudo xolasa biz obunachilarimiz misol har qayerdan musofirdan kuzatayotganlar bor, shularga bir to'lov usullarini, shu haqida ma'lumotlarni ham berib o'tsangiz. Xo'p, bizni vodiydan kuzatayotganlar uchun Farg'ona vodiysidan haftada 2 kun bo'ladi reysimiz, seshanba va chorshanba kunlari to'g'ridan-to'g'ri reyslar. Farg'onadan seshanba, chorshanba kuni to'g'ridan-to'g'ri pramo reyslarimiz Farg'ona Jidda va Farg'ona Madina reysimiz bo'ladi, haftada 2 kun va Namangandan haftada 1 kun bo'ladi. Bizni uzoq yaqindan kuzatib turganlar uchun Toshkentdan kunda reyslarimiz bor. Bemalol telefon qilib xohlagan kunlaringga joylarini bron qilishlaring mumkin bo'ladi. Va to'lovga keladigan bo'lsak, bizni musofirdan va qo'shni davlatlar ko'rib turganlar uchun onlayn tarzda ish faoliyatimizni olib boramiz 12 viloyatga. Zagram pasportlaringni Telegram yoki WhatsApp orqali tashlasalaring, biz mana bunday Centrum Holidays'da shot raqamini beramiz. O'zlaringga qulay bo'lgan bank yo bank filiallaridan to'lov qilishlaring mumkin bo'ladi. Yana bitta bizni qiziqtirgan savol bor, Qahramon aka. Bu 14 kunlik umra ziyorati deyapsiz. Bunda misol yosh katta hoji ota, hoji onalar bor, kimlardir ota-onasini ovora o'sha yerda duolarni olay deb niyat qilganlar bor. Endi masofa yaqin bo'ladi deyapsiz. Misol yurgani qiynaladigan yosh kattalarimiz bor. Bularga misol aravacha to'g'risida ham bir ma'lumotlar berib o'tsangiz, bu yerdan olgani yaxshimi yoki aqda aravacha xizmati qanaqa bo'ladi? Shular haqida ham bir ma'lumot berib o'tsangiz yaxshi bo'lardi. Xo'p, yurishga qiynaladigan hoji ota, hoji onalarimiz uchun agar yurishga qiynalishsa, kalaskalari o'zlarida bo'lsa, olishib olsa yaxshi bo'ladi. Agar yo'q, bizda yo'q, aqdan olib foydalansak bo'ladimi deyishadigan bo'lsa, aqda gastnitsalarimizdan bo'ladi. 50 boshlardan so'rab bizga mana shunaqa kalaska zaril edi. Yurgani hoji ona yo hoji ota qiynaladilar. Men o'zim olib yuraman, o'zim topshiraman desa, bemalol bepul tarzda gastnitsalarimizdan olib foydalanishib, yana tashab ketishlari mumkin bo'ladi. Qahramon aka, rahmat sizga. Mana hurmatli obunachilar, Xudo xolasa qo'ldan kelgancha ma'lumotlar berib o'tdik. Kamchiliklari bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. O'zlaringizning fikrlaringiz bo'lsa kommentariyaga yozib, like bosib, obuna bo'lishlaringizni so'rab qolamiz. Xudo xolasa bu elda xizmat qilishda, xudo xolasa obunachilarimiz mana shu ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqsalaring, o'zlarini qiziqtirgan savollarga barchasiga javob berib, har qanday ma'lumot kerak bo'lsa ma'lumotlar beriladi. Agar sizlar mana shu o'zimizning Farg'onadan bo'ladigan bo'lsalaring, rasmiy litsenziyaga ega bo'lgan Centrum Holidays ofisimizga tashrif buyurib, har qanday savollaringizga javob olib,
o'zlaringga kerakli ma'lumotlar olishlaring mumkin. Qahramon aka, yana bir bor rahmat. Sog' bo'ling, yaxshi kunda ko'rishaylik. Rahmat aka, sog' bo'ling.